Yigitlar, tilinglarni shirin qilinglar, so'kmanglar xotinlarni. Yaxshi gapiringlar. Qattiq gapirsa ham, masalan, mayli deb qo'yavering. Masalan, yaxshi ko'raman deb qo'yavering, yaxshi bo'ladi. Yaxshi ko'raman deng. Bir xil ayollarning aybi emas. Juda yaxshi ko'radi bir latta puttalarni, mana bu ularning aybi emas. Hammasi bir xil. Otinoyisi ham shunaqa bo'ladi. Hammasi shu mana bunaqa narsalarni yaxshi ko'radi. 10 ta 100 ta kosasi bo'lsa yana olib bergin deb bo'ladi. Shunaqa. Qo'lida uzugi ko'p, yana olib ber deydi. U aybi emas. Xudo o'zi shunaqa yaratgan bo'ladi. Shuning uchun olib beraman deb qo'yavering. Bo'ldi, masalan, yaxshi ko'raman, olib beraman. Tamom? Ular urushib, janjallar. Siz erkaksiz-ku. Sen unaqa deding, men bunaqa, hammasi beodoblik. Shuning uchun harakat qilinglar, oilalarimiz tinch bo'lsin. Nikohning hukmlarini aytdik, mana erkak ayol rozi bo'lish kerak, mahr berish kerak. Mahr berganda yarmini keyin beraman desanglar ham bo'ladi, olib berish kerak. Mahr bo'lish shart. Guvohlar bo'lish kerak nikoh paytida.